Amazatda ishlashib bitta baho beringlar. Damas avtomobilimizni bo'ldi, to'xtataveringlar. Damas avtomobilimizni 0 dan 100 gacha fonni hadovini qilib berganmiz. Bunga nimalar ishlar qilingan va necha pul raqam ketganini kommentariyaga yozib ketamiz inshaalloh. Bu Damas avtomobilingizni o'zlari YouTube'da ko'rib, Oltiariqdan kelishgan. Bizning manzilimiz Rishtonni sentrida keladi. Birinchi o'chirda Damas avtomobilida rulokoniga tez ovoz chiqarib qo'yadi. Buni usini qilib, remont qilib berganmiz. 5-nakinishni ham qo'yilgan yaxshisidan va mayatning pachinli katta jemidan qilib moslab berganmiz. Roli yumshoqroq burilishi uchun. Va stavzat rezinkalar o'zi ketaverib jonga ketib qoladi-yu. Mashina rezinkasini Nexanakidan qo'yib berganmiz. Yaqinroq qilganmiz, Nexanakidan qo'yib berganmiz. Amazatlar usinni ikki tomon ishlaydigan jentraforma qilingan ichlari. Bunga yo'lning sharovi qo'yilgan ikkita originaldan va lakinishlari ham yo'lning original qo'yilgan. Keyin hamma ish qilingandan keyin ham bor, bilasizlarmi? Mana support ovoz chiqarib qoladi. Mana supportlardan ovozni yo'qotib, chiroyli qilib beramiz. Qani? Ana, ko'rasizlarmi? Mana tiqqilab jonga tegadi. Va keyin Damas avtomobillarda ro'konoga mana shu o'tiqon joyida qolgan videolarni ko'rsatganmiz. Mana elektron kabellar bor. Mana shu tegib yuradi pinniki. Bu avtomobildan xuddi shunaqa ko'rasizlarmi? Tegida mana shu joyga tegib yurgan ro'konoga pinniki. Mashina mana shu xomitini o'zgartirib qo'yganmiz joyini. Qolgan videolarni ko'rsangiz xuddi shunday aytib ketganmiz. Hozir bu yerda bitta kamchilik qolib ketgan ekanlar. Hozir bu yerga chiroyli qilib mana stopni o'tkazib qo'yamiz. Aslan o'zi mana stoplar o'tkazib qo'yish kerak, texnika bezopaslikka rioya qilgan holatda. Buni orqa tomonda ham xuddi shunaqa amazatlarni usinni o'zimiz chiroyli qilib ikki tomon ishlaydigan qilib berganmiz va bu ishga garantiyali qilib beramiz inshaalloh. Bunga chashkasini Nexanakidan ustunovka qilib berganmiz, yumshoqroq harakatlanish uchun. Va chiripaxa rezinkalar, chiripaxaning korpusini ham tushirib, kaskalab, balkasini ham xuddi shunaqa tushirib olib, motiviga sepib berganmiz. Avtomobilga yaxshi o'xot qilsangiz, uzoq yil xizmat qilib beradi, demakda. Xudo xohlasa uzoq yil xizmat qilish uchun kaskalab qo'ysak, bu avtomobilda detali ehtiyot qismi zanglab, tez kesish olib kelmaydi. Va chiroyli ko'nib turadi. Pastga tushgandan keyin chiroyli bo'lsa ishingiz, hatto mana sharob boltlardan ko'rasizlarmi? Sharob boltga orqa tomonga shaybalarni qo'yib berganmiz. Stabilizator bolt gagalagacha yangisini qo'yib berganmiz. Stabilizator bolt ham o'zi ko'proq Damas avtomobilda ish qiladigan ovoz chiqaradi. Buni qilib berganmiz. Va Damas avtomobilimizni yangi Damaslarda ham rolni luft berib qo'yapti. Buni luftini yo'qotganimiz uchun qani sho'lordi, ya'ni sen YouTube'ga chiqarib olaman endi bexros. Mana rulni taqqilab yuradi, rulga berib. Mashlarda ham tepa-past vtulkalarni yaxshini qo'yib berganmiz. Xolasalaring ko'ngilga qarab, xolasalaring pachunlikli, xolasalaring vtulkali qilib beraveradi. Bizda muammosi yo'q, ikkalasi ham bor ekanlar. Chashkani ham xuddi shunaqa. Zavodga chashka qo'ymasi ham bor. Xolasalaring Nexanakidan qilib beramiz inshaalloh. Shunaqa xizmatlar bo'lsa ham kiraverasizlar. Ishlaringni chiroyli qilib, insofli narxlar qilib beramiz va shunchadan beri kuzatib borasiz. Lekin kanalga obuna bo'lish esdan chiqib qolyapti akalar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa, mana shu videomizni ko'proq insonlar ko'rishiga sababchi bo'lasiz. Har doim o'zingizdan tabassum tark etmasin.